Misildim aytıyorsun urug'. Misildim deyim, hazır Serkon qayerga deb o'ylayapti ben. Bu ish qaysining g'am tortishining oshdi yo'q. Yo'limizga ravon bo'laylik. Yana mangadigan bo'lsa, qerib arinib ketdim. Az gap qilib yo'lin qilma. Simba! Qumliqdagi bo'stonliqqa keldik. Pek yaxshi bo'ldi. Aram olaylik-chi. Bu yerda yumran o't cho'p ham suv bor ekan. Bo'ladi, shunday qilaylik. Hammaylar ozroq aram olaylik. Chidamay qoldim. Top o'ynaymiz. Hay Semiz, nima qilyapsan? Nimishqa bu yoqqa kelib aram olmaysan? Biz qadarga yo'liqadigandak qilamiz. Yanılı şu 6. sezgin depegende qachon ha? Bir gün sizlar karını ko'rdinglar mı? To'g'ri deysan. Yo'q. O ne dedi? O bek eliga, men bilmaydiganman. Tarizimcha o qochib ketdi. Hemen kokusu yağı tapdım. Mizdikken çıkıra kakay bulamdı, iştahını açıdı. Yitemdi, toyğıda kızalanmışaq bulmaydı cumu. Ko'nglimiz bir narsa yeyishga totmayapti. Nima gelmeniz halpayıp ketdi Allah. Qo'shinimizdan bir xoin chiqdi. Kimga xoinlik qilgan? Karantina qochib ketdi. Ey xotirjam bo'linglar. U degan ko'zoynak yilonni izlab ketdi. Esindimmi? U degan ilon podshoyi. Bu gapingcha ko'zoynakli ilonlar qo'shinimi bizga yordam berdi ekanda? Tamoman to'g'ri qadrligim. Men de qo'shib ketdim. Bu ya Simba bilan uning do'stlari aram ilayotgan joyda qiladi. Karl. Karl. Bizga nima xo'sh xabar olib kelding? Tezligina Karl. Ko'zoynakli ilon xatamni topshirib elib, ichidan so'yinib ketibdi. U biz bilan uchrashish uchun kelib etibdi. Degine, ko'zoynakli ilon podshoyi hiliq oq ko'zoynakli ilonni tonamdi. Ularda qanday munosabati bor ekan? Hiliq oq ko'zoynakli ilon podsho ko'zoynakli ilonning ufqisiga. Unda bo'lsa oq ko'zoynakli ilon nimishqa bizga hujum qiladi? Oq ko'zoynakli ilon vahshiy bo'g'ashqa jamoatidagilar uni qo'g'li tutgan. Mush ish to'g'riliq u meni izdegan ekan.
Agar podshoh ko'zoynakli ilon uni o'ltirayotganimizni bilib qolsa kerak yo'q. Men sizlarni qo'g'dash uchun uni o'ltirgan tursam. Unda bo'lsa hammamiz berib ko'zoynakli ilon qo'shini bilan uchrashaylik. Albatta, men sizlarni qo'g'dayman. Sizlar Simbala bilan uchrashmoqchimi, ha? Bunun kilgirak nemisi bor? Mana bu o'zligidan to'g'ri tushish deydi. Bilmanglar, harakatimni masxir qilishinglarga yo'l qo'ymayman. Agar salla ma'qul desang, uningdan yuz o'rsang bo'ladi. Undan bo'lmasa, aqizlarlik ilondek go'zal o'lib tutib bersa, shu. Nemishqa oq ko'zoynakli ilonni tilg'ab qoldim. Bir falokatga yo'liqqan o'xshamamdi, ha? Men uni o'ylasam, butun badanim bezgakdek titrab ketdi-da. Onunga nima bo'ldi? Tezda, bo'lmasa sana yuz xatir qilmayman. Uningga ajab ko'ngil bilib ketibsan-ku, tanimsan? Ha? O mening ukam. Tez et, o nerede? Uning nadaligini bilgin bormi? Bilishimcha u hozir timsohning qo'sqig'iga kirib bo'ldi. Kimning qilg'ishi bu? Kim bo'lmoqchi edi? Sen uchirishga oldirgan Simba bilan Karlning ishi bo'lmamdi. Aliylari chaqirganmidilar? Oq ko'zoynakli ilonning qandoq o'lganligini bilsan-ku, debba. Shu kuni ko'rgan ishlarimni o'ylasamla qo'rqim keladi. Yuragimga pichoq tiqqandekli bo'ladi. U bek fojialik o'ldirildi. Aslida ko'zoynakli ilon Bimboni qo'g'lab ketayotgandi. U og'zidan o't purkidi. Itonglar! Ko'rganlarim mushu. Oq ko'zoynakli ilon uchun intiqom olaylik. Simbalayli! Karlı sayli! Oldirma. Etqina ko'zoynakli ilon shu tapda qandoq qilayapsan? Ukam uchun intiqom olaman. Simba bilan xoin Karlni qattiq jazolayman. Bizning qo'shig'imizga kirgan Simba bilan agash kuchlilardan hisob olamiz. Qara. Bu yayloq kelgusida bizga mansub bo'ladi. Uni birlikda idora qilamiz. Bu quloqqa xil qo'sha qilgan gapga men o'yinni paqay. Ben to'la ishkilanma, Simbaning gap uni zimni egallayman deydigan bo'lsang, anga yaxshi fursat. To'g'ri, emlab parda qolmasang, haragas xatarga uchirmaysan. Ajab uyqum ketdi. Voy ya. Xapmaysan. Uning kulkisi zardamni qaytib etdi. Hech qisi yo'q. Uning kulkisi mening bu quyuq chechimni tish turg'izibdi. Qanday qilay deyapsan? Aldirmay tur. Sana cho'qim deb beraman. Endi menga va'da qilgan ishingni hargiz unutib qolmoqchimi? Unutib qolmayman. Xotirjam bo'l. Ket. Gözümden Allah ahir uyandım.
nima uxlab qolgandimmi? O'zining uxlab qolganini bilmaganini qaranglar. Semba yo'lga chiqibdi. Ular ana. İntikam için intikam alaylı. Yürüyün la. Neymiş tuyuksuz toktap kalısan? Desmet gel tas kaldım. Xasiyetlik şerit qarğına. Esimiz. Tez qarğına. Bular qara. Yani bo'ldi, kallanqa yana yomon xiyol kelib qoldim, ha? Ali tez qara. To'xtayli. O'rnimizda aramolayli. Baland gap bo'ldi. Yerib qolg'atdi. Oh, nima deganni siz faqatcha deganmidim. Sen bormi sikatda yoqcan. Chaqmoq tez tuta. Endi posta. Top oynash mahorating xeyli yaxshi ekan, chaqmoq. Ajab ishqo, ko'zoynaklilar nimishqa teg'ish kelmaydigandir. Nim bo'lgandir. Birdamga chiqilamasa, cho'qim chataq chiqdi. Balkim seni o'ylaganlaring to'g'ridir. Bimbo. Sen qarab biqib kela, bir asha bo'amki. Ma'qul. Menda bir g'alat sezim paydo bo'ldi. Simba deyishing kerakdi. To'g'ri shunday qilay. Simba. Sizlar nima ish qaramaysizlar? Shuni sezib qoldimki, hozirlik xatarga yo'liqadi ekanmiz. Nima? Qanday xatarga yo'liqadi ekanmiz? Tezligini. Aniq bir narsa beramayman. Ammo nima ishqinalik xosiyatlik surat olsa, tur yurib ketdi o'tan. Menga oyatga cho'plar midirlayotgandek sezilyapti. Bir chataq chiqmas bo'ladi-ku. Rastlı biraz ansıravatım. Hay. Nemish qilyapsizlar? Hay, dengiz qaroqchilari. Sizlarga zodi nim bo'ldi? Chiroyinglar tutilib ketibdi-ku. Sizlarni azaldan bunda ham biz boqmagandiku. Biz birda tesh qo'ysak o'yinni o'ynaydi. Zodi nim bo'ldi? Sen de baqina. Cho'plar midirlasa, nimadan bisharat berdi? Tepishmoqqa bu. Bu degan jiddiy masala. O'ylab baqay. Bekli oddiy ishkan-ku. Tezligina. Bek oddiy. Cho'plikka cho'qim yilon yushinib oldi. Buningdan boshqa nim bo'ladi? To'g'ri dedim, cherchi cho'qim shunda. Cherchi sen yerga yo'qolgan, cherchi. Cho'plikni yilon bakan. Meni qo'yib. Cherchi meni qo'yib. O cho'qim ko'zini yilon. Sen xabar qilma, meni qo'yib, cherchi. Qo'yib. Ko'zoynak gilam xayrlik qildi. Tez bo'l, cho'pqir ayvonlar ko'proq ehtiyot qilsin. Ma'qul. Endi o'yinni oxirlashtirayli. Ko'zoynakli yilon Sembaga tuyuqsiz hujum qiladi. Endi ularni yo'qolaydi. Sembaning go'shi. Sembaning go'shi cho'qim tatli. Sembani qo'shindagilarning hammasi chertikda hududimizdan yetib ketibdi.
Şundaqlıqıga aqıl sig'maydi. Bak aniq. Sizlar tasavvur qilmayganlar, alilari. To'g'ri, sen bani yalmay o'tishni o'ylasamla xo'sh bo'lib ketdimi? Çöplükte yatmağla, tez! Tez kaçıyorlar, derya boyu veriyorlar! Tez derya boyu verilinglar. Çöplük gözeneşkiran bakki. Bizga hücum qilmoqchi. Tez qichinglar, ko'pchilik tez qichinglar. Çöplükte tezga chiqmoq, gözeneşkiran bizga osilik qildi. Hey, sen nima ish qilmoqchi? Biraz taş verip, güzel ilgilen ataynayım. Bir bana dikkat kıl! Ko'zoynakli ilon bizga osilik qildi-da. Mana to'ya! Yaxshi, yaxshi! Bu ko'zoynak ilonga dard etkizibdi, ko'dog'mas emas, ha? Jura ber, ko'rpa qaylab. Hay, dengiz qoqchilari! Ehtiyot qilinglar, ko'zoynakli ilon sizlarga hujum qilishi mumkin. Nega borsizlar, bunda qilmanglar. Taxaddorlik. Davatgan gapini amaqatlarda qo'rqib qolibdi. Chaqmoqni ko'zoynak ilonni qandoq yenganligini ko'rib olmoqchimiz. Nima? Chaqmoq ko'zoynakli ilonni yangdimi? Ha, to'g'ri, u uning quyrug'ida tok chiqarib hujum qildi. Mana bunaqa. Sen tugashding. Bizga osiylik qilding. Bu xoin. Men senden qilmadim. Men hech kimga osiylik qilmadim. Sen ukamni o'ldirayotibsan qo'y. Nima? U uchig'i chiqqan hiligar o'z ko'lgan o'rg'i o'z tushdi. U muttaham tegishli jazosini yedi. Men qisas olaman. Cho'qim olaman. Amisa seni mi ufqoni qishiq avatay. Sen saklanmaysan. Ehtiyot qil, Karl. Uning ko'ziga qarama. Yo'q, Karl, ko'zingni yopqish. Qutqizinglar! Qutqizinglar! O o'lgur, uni berib yordam qilaylik. Tez boraylik. Karl, ko'zingni tez och. U sana xuddi shu nurni ishlatadi. Tez uni yordam qilaylik. Tez qilaylik. Tez bo'laylik, ko'zoynakli ilonni qabul turishning amalini topaylik. Cini tumshuğuna kep qaldı. Sen degan cemaatimizni chiqib munofiq.
Üle! Mana bu senin şermende akıbetin. Kar, to'xta, uni o'ltamagin. Uning bir hayot quyilib bergin. Nemishqa o'ltamaymiz sen ba? Uni qo'yib et. Qo'yib bersak bo'lmaydi. Uni da qo'yversa. Nemishqa qo'yib beramiz? O degan xoin o'lish kerak. Buni sen bilasan-ku. Uni o'ltirib ziminimiz hargiz xotirjamlik yo'q. Hayot qo'ysa, ko'zoynak hilolar buni da savoq qilishi mumkin. Ha? Endi geçti. Meni sen qutqizib oldingmi? Hayırlarga ölüm cezası verdiğaligini özün obdan bilsen-ku. Münafıklar ceza değil. Agarda biz bilan fikrdosh bo'lmaganlar bayqalsa, ularga rahmsizlik qilishni xohlamayman. Hatto jinoyat o'tkazganlarni jazolashni qo'llamayman. Seni qo'yib berib, surgun qilishga hukm qilaman. Qilgan atganlaringga qattiq tovuq qilgin. Mana bu aqlani qaror bo'ldi. Cho'ng oyoq yulduzlar turkumining xislat kuchiga rahmat etaylik. Xayrlarni qo'g'lib bitaylik. Danishmand Simba bilan uning hamrohlari o'zlari orzu qilgan podshohligini qurish uchun nurg'ilgan jafo mushaqqat va xiym xatarlarga duch keldi. Ular xoinning yuz o'rganligi tufaylidan falokatga yo'liqqili tasli qoldi. Ularning bundan keyingi taqdiri qanday bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.